Yana bitta zakasimiz tayyor bo'ldi. Toshkentda zakasi yasalyapti. Standart endi bo'yiga ozgina kichikroq bo'lgan variant edi. Balandligi 1.80, oldin ham uzunligi 1.20, yoniga 90 bo'ladi. 3x4 reykadan bo'lgan, oldi ham yon taraf algarit. Shu eng arzon yasalayotgan illarning bittasi mana shu bo'lardi. Bunga endi ozgina qo'shimcha narsa bo'lib qoldi. Ichiga patrulli lampochka bo'lib qoldi. Oyog'idagi baloni bor. Buni shu qo'shimchasi shu bo'ldi. Bu hamma oldiga mana ishlatayotgan narsalar 3x4 qalin reykadan bo'ladi. Sababi pastda turganda, ingichkaroqdan bo'lganda bir xil payt xorozda chiqib bir-biri bilan urushib ketgani uchun balandroq narsa qo'yib yuborildi. Ama karmushkasini xolisi olib bu yoq tarafga qotirsa bo'ladi. Xolisi bu yoqqa qotirib qo'ysa ham bo'ladi. Ikki xil bo'lgan variant. Qaysi biri kimga qulay bo'lsa, hozir to'g'rilab olsa bo'ladi moslab. Sog'lab olsa qo'yiladi. Ichiga qo'l oyoq qo'yib olsa bo'ladi.